Davlatimiz rahbarining tadbirkorlar bilan kutilayotgan navbatdagi an'anaviy ochiq muloqotiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida navbatdagi uchrashuv Xovos tumani hokimligida bo'lib o'tdi. Unda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i, tuman hokimi, mas'ul rahbarlar hamda Xovos tumani va Yangiyer shahridan kelgan faol tadbirkorlar, hunarmandlar va fuqarolar ham bo'lishdi. Uchrashuvda biznes vakillari uchun yaratilayotgan qulayliklar, xususan soliq yukini kamaytirishga qaratilgan tub o'zgarishlar tushuntirildi. Umum belgilangan soliq tizimiga o'tish bo'yicha belgilangan moliyaviy chegara miqdori sezilarli darajada oshirilgan biznes subyektlariga kengroq nafas olish imkonini beradi. Soliq imtiyozlaridan to'g'ri va samarali foydalanish mexanizmlari uchrashuv davomida hayotiy misollar orqali tushuntirildi. Soliq idoralariga bormasdan masofadan turib hisobot topshirish va xizmatlardan foydalanish afzalliklari batafsil tahlil etildi. 70 nafardan ziyod ishtirokchi qatnashgan uchrashuvda tadbirkorlar tomonidan 19 ta murojaat o'rtaga tashlandi. 12 ta murojaat joyida va ijobiy hal etildi. 7 ta murojaat egasiga qonun doirasida batafsil huquqiy tushuntirish va yo'nalishlar berildi. Sirdaryoda tadbirkorlarning har bir taklifi va muammosini tinglash, ularga amaliy ko'mak berishga qaratilgan bu kabi yuzma-yuz muloqotlar viloyat bo'ylab davom etmoqda.